Diqqat, shoshilinch xabar! Sovuqqa tayyor bo'ling. O'zbekistonda 25 darajagacha bo'lgan rekord darajada sovuq kutilmoqda. 3-yanvardan boshlab mamlakat hududida Kaspiy tomondan nam havo kirib keladi. Respublika bo'ylab yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda u qorga aylanadi. Markaziy va janubi-sharqiy hududlarda yog'ingarchilik 4-yanvarga o'tar kechasi va ertalabgacha saqlanib qolishi mumkin. Yanvarning ikkinchi yarmida havo keskin o'zgarib turadi. Tunda havo harorati +dan sovuqqa tushadi. Kunduzi esa bahorday 15 gradusdan deyarli 0 gacha pasayadi. 15-yanvar oxirida esa haqiqiy sovuq to'lqini bo'lishi mumkin. Ayrim joylarda tunda havo harorati -25 darajagacha tushishi ehtimoldan xoli emas. Mahallaga oid eng foydali ma'lumotlar shu kanalda obuna bo'lishni unutmang.